Assalomu alaykum qadrli obunachilarim. Bugun sizlar bilan shukronalik affirmatsiyalarini birgalikda takrorlaymiz. Bu affirmatsiyalar sizga hayotingizdagi ko'plab pozitiv energiyalarga ochilishingizga yordam beradi. Affirmatsiyalarni 21 kun davomida eshitamiz va takrorlan aytib yuramiz. Men bugunim uchun minnatdorman. Har bir lahza menga yangi imkoniyat olib keladi. Hayotimda bor barcha narsalar uchun chin dildan shukr qilaman. Har bir nafasim bu ne'mat. Men uni qadrlayman. Qanchalik ko'p minnatdorchilik bildirsam, shunchalik ko'p baraka hayotimga oqib kiradi. Atrofimdagi odamlar, imkoniyatlar va tajribalar uchun minnatdorman. Har bir kun menga o'sish va o'rganish uchun imkon beradi. Bu uchun shukr qilaman. Yuragimda shukronalik bor. Shuning uchun hayotim tinch va to'laqonli. Men bor narsamni qadrlayman va har doim rahmat aytishga tayyorman. Menga kerak bo'lgan hamma narsalar allaqachon menda bor. Hammasi uchun shukronalik keltiraman. Har qanday tajriba, yaxshi yoki qiyin, meni kuchliroq qiladi. Men bular uchun ham shukr qilaman. Men hozirgi moliyaviy holatim uchun shukr qilaman. U doimiy ravishda yaxshilanmoqda. Pul men tomon erkin va oson oqib keladi. Men buni minnatdorchilik bilan qabul qilaman. Men har kuni moliyaviy baraka va imkoniyatlarga ochiqman. Men topayotgan har bir so'm uchun chin dildan shukr qilaman. Pul mening hayotimda tinchlik, erkinlik va baraka olib keladi. Men pulni donolik bilan boshqaraman va bu qobiliyatim uchun shukr qilaman. Har qanday kutilmagan daromadlar va bonuslar uchun oldindan minnatdorman. Men boylik va farovonlikka loyiqman. Hayot menga kerakli barcha resurslarni beradi. Men har qanday vaziyatda imkoniyat ko'raman va uning foydaga aylantirirish uchun shukr qilaman. Moliyaviy muvaffaqiyat yo'limda men tinchlik va shukronalik bilan yuraman. Kommentariyaga minnatdorman deb yozib qoldiramiz. Sizlar bilan psixolog Irodaxon Yuldasheva birga bo'ldi.